Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'lim mashhur dadamni qo'llari deb bugungi salatimizni tayyorlashni boshladik. Buning uchun bizga qaynatilgan lavlagini cho'rkadan chiqarib, bir tekisda qilib yoyib olamiz. Strich ustiga va mayonezlarni surtib, bir tekisda qilib surtib chiqamiz. Mayonezni xohishga ko'ra surtishingiz mumkin. Ozroq yoki ko'proq qilib surtib olsanglar bo'ladi. Mayonezimizni surtib olgandan keyin qaynatilgan kartoshkani ham qirg'ichdan chiqarib, ularni ham bir tekisda qilib yoyib, ustiga qoplab chiqamiz. Kartoshkadan keyin ham mayonez surtib, shu tarizda yotqizib, yaxshilab surtib chiqamiz. Va qaynatilgan sabzilarni ham qirg'ichdan chiqarib, navbatdagidek terib chiqamiz. Hamma masallig'i hamma xohishiga qarab joylashtirishi mumkin. Sabzimizni ham yoyib olgandan so'ng ustidan yana keyingi navbatdagi mayonezimizni surtib chiqamiz. Hamma masalliqlarimizni birma-ketin taxlab chiqamiz. Navbatma-navbat terib chiqamiz. Endi qaynatilgan tuxumlarni ham qirg'ichdan chiqarib olib, bir tekisda navbat bilan terib chiqamiz bularni ham. Endi tuxumlarimiz ustidan ham mayonezlarimizni yoyib chiqamiz. Tuxumimiz ustidan ham mayonezlarni yoyib olgandan so'ng xohishga ko'ra baliq qo'ysangiz ham bo'ladi. Baliq yoqtiruvchilar uchun chamchidan foydalansangiz ham bo'ladi. Chamchi baliqlaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Konservali. Lekin men baliq yoqtirmaganligim uchun o'zimni vkusimga qarab kolbasadan foydalanishga qaror qildim. Endi strichlar bilan yaxshilab rulet shaklida masalliqlarimizni o'rab olamiz. Bu salatimiz ruletli salat bo'ldi. Endi hamma o'z xohishiga ko'ra bezak berib dasturxonga tortishi mumkin. Men o'zim anorlar bilan bezatishga qaror qildim. Anor ham salatimizga boshqacha ta'm qo'shadi.
o'zinglar ko'rib baho berishlaring mumkin. Salatimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha. Hammanglarga tavsiya qilaman. Tayyorlab ko'ring. Layk va podpiskani ayamaysiz degan umiddaman. Sizlar uchun hamisha biz xizmatda bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun rahmat kattakon.